Hozir sizlar bilan bu videomizda Xorazmda ishlatilgan iPhone'larning narxlarini chiqib o'tiribdi. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Asosan bu yerda hozir sizlarga ko'rsatib o'tadiganimiz iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max'larni eng katta assortimentda do'konimizga kelib qo'yibmiz va bularni sizlarga hozir holatlari, narxlari bilan bir qator tanishtirib o'taman. Qisqacha video boshlanmasdan oldin bizning do'konimiz Urganch shahrida Dehqon bozorda 9 etajning yon tomonida, ikkinchi etajda telefonlar olami magazini bo'ladi. Agarda to'liqroq ma'lumot olishni istasangizlar, quyidagi raqamlarga bog'lanib kelishingiz mumkin. Sizlarga 13 Pro'larimizdan boshlaydigan bo'lsak, qaranglar do'konimizda hamma xil svetlaridan bor. Misol uchun qora svetlari 89 yomkissa bo'ladi. 83 yomkissa, 87 yomkissa. Bularning narxlarini keladigan bo'lsak, narxlari 6 million so'mdan 128lik 80 dan baland yomkisslari, yine 83-87 yomkisslari 128lik 6 million so'mdan. Keyin yine görüşleringiz mümkün 256lik 89 yomkissa. Bir yerlerinde ham sarapinalar yok, akkuratni ishlatilgan bo'ladi. Korobka dokumentlari bor. 2 yil kesam o'tgan 256likning narxi 6 million 700 ming so'm sotilgan, 6,5 million so'm qilib beramiz. Gök svetlar ham sotuvda mavjud. 128lik 90 yomkissa bo'ladi. Baringlar ama YouTube'dan görüp keladigan bo'lsangizlar, sizlarga buni ham 6 million so'mdan aytib beramiz. Ko'p yerda 13 Pro'ni gold svetini topib bilmaysiz, biz yine sizlarga do'konimizda gold svetlaridan ham kelib qo'yibmiz. Gold svetlari ideal sosteniyada bo'ladi. Bir yerlarida ham kirchiqlari, sarapinalar yo'q. Yine 83 yomkissa 128lik bo'ladi. LLA variant 2 mekalar ham ro'yxatdan o'tgan, sim karta plus esim. Yine misol uchun 81-83 yomkislarni sizlarga 6 million so'mdan aytib beramiz. Endi bularni olsak, muddatli to'lovmi, naqdmi, necha xarid etish mumkin deydigan bo'lsangizlar, bemalol kelib, bir dona pasport bilan ham xarid etib ketaverasizlar. Yoki pasport plastik karta bo'lsa, imtiyozli kredit etib beramiz, arzon chiqadi. 13 Pro'mizning oqi 256ligi 90 yomkissa, misol uchun buni ham sizlarga 6,5 million so'mdan qilib beramiz. 13 Pro'ning bunda green svetini ko'p odam so'rab yuradi, yine ko'rishingiz mumkin. 84 yomkissa, 87 yomkissa hamma svetinden bor. Yine 89 yomkissa 256lik bo'ladi. 256lik aytganimni 6,5 million so'm, 128likları 6 million so'mdan qilib beramiz. Bularning ichida sizlarga bonuslarni ham qilib beramiz. Endi 13 Pro Max'larimizga keladigan bo'lsak, 13 Pro Max'larimizdan yine ko'rishingiz mumkin. Hamma svetinden bor. Yine gök svetlari, misol uchun yine 81 yomkissa 256lik, 96 yomkissa 256lik. Misol uchun yine 81 yomkissa 599 dollar sotilgan, 580 dollar qilib beramiz. 256'lık 96 yomkissasi o'zi topish qiyin, 610 dollar sotilgan, ama 600 dollar qilib beramiz. Yine görüşleringiz mümkün. Green Sweat'te 87 yomkissli variantım var. Narxı 550 dollardan. Qora svetlerini görüşleringiz mümkün. En katta assortimentda bo'ladi. Bir yerlerinde ham sarapinalar yo'q, akkuratni ishlatilgan bo'ladi. Yomkisslar ham baland. Misol uchun 92 yomkissa, 86 yomkissa, 86 yomkisslar 128lik 80 dan balandlari barchasi 550 dollardan. 256'lık 80'den balandlari 580'den, 90'dan balandlari 600 dollardan aytib beraman. Yani hamma svetinden bular görüşleringiz mümkün. Endi bularning ichida misol uchun arzonroq variantlar ham bo'ladi. Bemalol kelsangizlar, variantlarni yana ko'rsatamiz. 14 Pro'ni eng katta assortimentda oldirib qo'yibmiz, qaranglar, qora svetinden 83 yomkissa bo'ladi, 79 yomkissa bo'ladi. Budjetli variant so'raydigan odamlar uchun ham arzon variantlari bor. Misol uchun 256'lık 88 yomkissa, keyin arka krishkasi singan bo'lsa ham arzonroq ham bo'ladi deydigan bo'lsangizlar, bunday variantlar ham bor. Yine misol uchun qaranglar. Eng arzonidan boshlaydigan bo'lsak, 2 danasi bor. 128lik 79 yomkissa, LLA bo'ladi, esim bo'ladi, korobkalari bor. Endi buni ochib kelsa ekran qo'yilgan, shuning hisobidan buning bahasi 419 dollardan. Bunda yine ideal sosteniyadagi variantlari bor, 81 yomkissa bo'ladi, 128lik. Bular ham sim, esim 2 mekalar ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Korobka dokumentlari hammasiniki bo'ladi, xudo xolasa. 6 oy kafolat bilan sizlar buni narxini 560 dollarga xarid etishlaringiz mumkin. 81 yomkissasini. 83 yomkissasini ko'rishlaringiz mumkin. 599 dollar sotganmiz, 580 dollardan qilib beraman. Keyin yine ideal sosteniyada 256'lık bir yerinden tık etken yeri yok. Zor variantı gerek de bilgen bo'lsangizlar, bu aynen siz uchun bo'ladi. 630 dollara iPhone 14 Pro 256'lık
Yom kısılaram, beləntiyinə görüşləriz mümkün. 88 yom kısa boladı. Qarangla. Fiyoletoviy sveti eng katta assortimentda bo'ladi. iPhone 13 Pro, 14 Pro, 14 Pro Max, 13 Pro Max alacak bo'lib yurgan bo'lsangizlar, doğru dükkana kelaverasizlar. Qaranglar. Bundan arzondan başlaydigan bo'lsak, yine 14 Pro'muz holatlari ideal holatda bo'ladi. 128 lik korobkalari bor, yomkislar ham 81 yomkissa, bahasini 81 yomkisli variantlari o'zi 600 dollardan sotilgan ko'rishlaringiz mumkin. İdeal sotsiyaniyada bularning narxini sizlarga 560 dollardan aytib beramiz. Yine bir 81 yomkisli varianti bor, bom shu baho 560 dollardan. Üçsini bir xil bahodan aytib beraman sizlarga. Keyin 77 yomkissa 14 Pro'ni budjetnisini qarab bilgan bo'lsangizlar, do'konimizda 500 dollar ham 14 Pro'larimiz bor. İdeal sotsiyaniyada. Keyin budjetli variant 14 Pro 256, 80 yomks LLA amerikanskiy bo'ladi. Yomkislari 80, korobkalari bor. Bahasi nechun arzon desangizlar, ekranda bir polasa tushgan, shuni hisoblab uni sizlarga 359 dollar aytib beramiz. Keyin bunda 74 yomkisisi bor, 14 Pro'ni 490 dollara bemalol gelib xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Budjetli variant qalaydigan bo'lsangizlar. Endi mana oksiyeti, bogatisi zo'ri kerak degan bo'lsangiz, aynan bu siz uchun bo'ladi. Oksiyetlari ideal sotsiyaniyada va keyin bunda gold svetlar ham zo'r sotsiyaniyada bo'ladi. Misol uchun 14 Pro'miz 128 lik, 80 yomkissa, 81 yomkissa, endi oksiyetlari, gold svetlari qimmat edi bilasizlar. Buni sizlarga shuning uchun ham 560 dollar emas, 570 dollardan aytib beramiz. Fiyoletoviy qarasangizlar 80-81 bilan 560 dan olishlaringiz mumkin. 6 oy garantiyasi bilan. Gold svetlar ham shundan 570 dollardan aytib beramiz. O'zi 600 dollar sotilgan. 80-81 yomkisli variantlarni. Endi yomkisi balandroq zo'r kerak degan bo'lsangizlar, yana 14 Pro'miz 128 lik, 85 yomkissa bo'ladi. Buni bahası 599 dollara gelip xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Keyin görüşləringiz mümkün 14 Pro'nun 256'lık oksiyeti bo'ladi. Yomkislar ham 89 yomkissa, 256'lık 14 Pro'larımız 630 dollardan bemalol gelib garantiyaları bilan 6 oy kafolati bilan xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Naqd muddatli to'lov va boshlang'ich to'lovsiz, umuman ahamiyati yo'q, muddatli to'lovga chiqarib beramiz. 14 Pro Max'ni qora svetini qarab bilgan bo'lsangizlar, 14 Pro Max'larimizdan qora svetlari katta assortimentda mavjud. Budjetli variantda 256'lık 77 yomkisli variantidan başlaydigan bo'lsak, bahası sizlar uchun 500 dollar aytib beramiz. Keyin zo'rlarına geldik. Misal uchun yine 86 yomkissa 14 Pro Max'imiz 670 dollardan. Yine buna qaranglar, sizlarga yine skidkalar ko'p-ko'pmiz. 91 yomkissa ideal sotsiyaniyada 660 dollardan 14 Pro Max. i89 yomkissa 14 Pro Max'imiz bundan holati ideal bo'ladi. BAM 680 dollardan. Endi sizlar o'ylashlaringiz mumkin, bularga garantiya bormi? Holatlari nechik degan bo'lsangizlar, sizlarga 6 oy kafolati bilan, agar bir yerinde bir hafta ichida zavodskiy defekt chiqadigan bo'lsa, pulingizni qaytarib berish sharti bilan ham telefonlarimizni sotib olamiz, muammosi yo'q. 100% ish ochilgan bo'ladi, javob beriladi. Endi bularni olsak, bonuslaringiz bor degan bo'lsangizlar, bemalol do'konga kelsangizlar, sizlarga zo'r bonuslarimiz bilan qilib beramiz. 14 Pro Max'ni endi budjetli variantlaridan boshlaydigan bo'lsak, misol uchun 82 yomkissa holatlari ideal holatda bo'ladi, korobkalari bor, sarapinalari yo'q, umuman akkuratni ishlatilgan. Keyin 83 yomkisli variant ham bor. Buni ham sizlarga ikkisini ham sotsiyaniyasi zo'r 650 dollardan qilib beramiz. 87 yomkissa, 85 yomkissa bor 666 dollardan 14 Pro Max'larimizni zo'r sotsiyaniyadagilarni kelib xarid etib ketishlaringiz mumkin. İkisi bor. Aynen bunun sotsiyaniyaları chotki. Bunda budjetli varianti bor, 74 yomkissa bo'ladi. 510 dollara 14 Pro Max 74 yomkissa fiyoletoviy svet holatlari idealni garantiyalari bilan xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Misol uchun bunda yana birisi bor, 89 yomkissa bo'ladi. 666 dollara gelib xarid etib ketsangizlar bo'ladi, zo'r sotsiyaniyada. Aytganimdek, bu telefonlarning barchasini bir dona pasport bilan ham kelib muddatli to'lovga xarid etsangizlar bo'ladi. Agar pasport plastik bilan kelsangizlar, bunda yanada arzonroq qilib chiqarib beramiz. Agar davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, staj yursa, 8 oy davomida stabilniy staj yurib turgan bo'lsa, imtiyozli kredit aytib bersak ham bo'ladi. Bularga yeshinchiki iCloud qo'yilmaydi, korobkasi qilinmaydi. Kelsangiz bo'ldi, bir dona pasport bo'lsa bo'ldi, xohlagan telefoningizni xohlagancha muddatda chiqarib beramiz, xudo xolasa.
6 ay kafolati bilan ishlatilgan iPhone'larni bemalol xarid qilib ketishingiz mumkin. Xarid qilish uchun quyidagi raqamlarga bog'lanib yasangizlar bo'ladi. Manzil qisqacha sizlarga tushuntirib o'tib keting. Dükkanımız mənzilini görüşəriz mümkün. Uryan şəhərdə Dehqan bazarda 9 etajlı yan tamanında boladı. 2-ci etaja bemalol çıxa verəsizlər. 9 etaj yandan gəlib Dehqan bazarının darvazasına girəvəş tərəfizdən 2-ci qavatda joylashgan bo'ladi. Yine 2 etajlı zdaniya özü. 1-ci etaj apteka, 2-ci etajımız telefonlar alanı, telefonlar dükkanı boladı. Bemalol gəlib xarid qilib ketəvərəsizlər. Yan tərəfimizdə görüşəriz mümkün. Ülgen Savda Məcmuası yeni kurulan shopping. Yan tarafımızda məmnunuz. 9 etajın sitaforunda düşsəyizlər, yine gəlib bemalol 2-ci qavata çıxarasınız Xuda xalasa. Əgər də videomuz sizlərə yaxınmasa, like, abunə olub qoyuş yadlarınızdan çıxmasın. Bəlkəniz dükkanımızda kütəmiz. En katta asortimentdə telefonları olan mağazinimizdən gəlib xarid qılıb keçişləriz mümkün. Bizə də faqat iPhone emas, görüşləriz mümkün. Redmi-lərin həm katta asortimentdə həmmə modeli var. Honor, Samsung Kuru 14 emas, bəndə yine 16, 15 Samsung S variantlarım katta asortimentdə satılda mövcud olur. Yan tərəfdə görüşləriz mümkün. iPhone 11, iPhone 13'lərimizəm en katta asortimentdə satılda mövcud Xuda xalasa.